Hayotda hech kim bekordan bekorga uchramaydi. Tasodif degan narsa aslida yo'q. Har bir yo'lingizdan chiqqan inson yo saboq yoki sinovdir. Ular bizga qanday yashash kerakligini ba'zan o'rgatishadi. Kimdir hayotimizda juda ham qisqa vaqt qoladi, ammo qoldirgan izi umr bo'yi biz bilan birga yashaydi. Bizdagi o'zgarishlar, dunyoga bo'lgan qarashlarimiz, ko'p narsalar o'zgarib ketadi. Vaqt o'tibgina bir haqiqatni tushunarkan inson. Hayotimizda noto'g'ri odamlarni uchratmaganmiz. Biz aynan bizni shakllantirgan, chiniqtirgan va bugungi inson bo'lishimizga sababchi bo'lgan odamlarni uchratar ekanmiz. Chunki har bir uchrashuvning o'z ma'nosi va hikmati bor. Ba'zilar qalbimizda iz qoldiradi, ba'zilar esa hozirgi tajribalarimizning sababchilaridir. Albatta ularning hammasiga rahmat. Bularning barchasi